Toshkent xalqaro aeroporti. Yana bir yangi safar. Xayrli kech. Bugun Osiyo mamlakatidan biri bo'lgan eng mashhur lokatsiyalardan biri Taylandda poytaxti Bangkok shahriga yetishamiz. Rasmiy xizmat safari. Xizmat safari sifatida travel emas. Туалетные комнаты будут закрыты с начала руления самолета до выключения табло «Пристегнуть ремни». Bangkok xalqaro aeroporti. Aeroportni Suvarnabhumi degan xalqaro aeroport. Bu o'sha metrosi bor, metro orqali kutiladi. Hozir bu yana yaxshi bo'lgani. Bangkok. Ovqatlar. Men rosa trenddan tuxum yeyishi biladi. Xo'p, Bangkokdagi mehmonxonamiz 5 yillik mehmonxona. Bangkokda markazidan 4 kilometr uzoqlikda joylashgan, lekin eng gavjum joylardan biri. Ularda bron qilsa ham bo'ladi. Lekin uni ham nüansi bor, sezon emas degan joyi bor. Lekin ajoyib. Hello guys, deydi-ku. Xullas, bu o'sha Bangkokdagi xona. Mehmonxona Ltd deb joylashgan mehmonxona. O'sha vannasi mana sharoiti bor. Вид целый uchta oyna balkoni bilan bor. Рабочий stol ishlash uchun, divan, kattakon, обязательно konditsioner, telefon. Bunaqa go'zallik. Shunaqa ajoyib. Bangkok bu Bangkok qirolligi. Bu yerga ko'proq turist emas, biznesmenlar ko'p kelishadi. Sababi turistik hudud hisoblanadi. To'g'ri, turistik qaysidir ma'noda bu yoqda o'sha dam olish mumkin, lekin ko'proq turistlar o'zini o'sha Phuketga, Pattayga ko'proq urishadi. Otelda 8 qavat, sal balandroq. Tepasida mana shunaqa basseyn bor. Mana shunaqa manzara. Go'zallik. Otelda 8 qavat, sal balandroq. Tepasida mana shunaqa basseyn bor. Mana shunaqa manzara. Go'zallik. Bu 5 yillik mehmonxonani shu tom qismida basseyni bor. Ajoyib manzara, juda go'zal. Mehmonxonaning ko'rinishi zo'r emas, lekin o'sha chiroyliligi bor. Shunaqa go'zal. Otelning tashqi ko'rinishi mana shunaqa. Google o'lchalarga joylashgan. Bunaqa mehmonxonani ko'rinishi mana shunaqa holatda. Adetda salqinroq. Kechki Bangkok
Shom mahali. O'sha Vyetnam, Xitoy ba'zida yana boshqa joylarni eslataveradi. Ajoyib. Tailand poytaxti Bangkok shahri. Bangkokning asosiy ko'chalaridan biri hisoblanadi. Bangkok ko'chalaridan birida biz eng Bangkok markazlaridan biri. Eng qizig'i Bangkokda Поверните налево. Judayam ko'p xorijiy, ya'ni Yevropa mamlakatlaridan kelgan sayyohlar, doimiy yashaydiganlar, lekin kompaniyani qanaqadir rahbarlari juda ko'p, va bu yerda ko'p yashashar ekan. Lekin mana doimiy dam olish uchun yoki qanaqadir xullas elitni odamlar mana bu yerda yoki mana bo'limda dam olib bir narsa qiladiganlar u o'sha kurort zonalarida ekan. Bangkok dunyoda dostavka ovqat yetkazib berish umuman buyurtma bo'yicha top mamlakatlar orasiga kiradi Xitoydan keyin. Shunaqa ko'p mototsikl, taksi xizmati ham bor mototsiklda. Mana shu mehmonxonada ertaga 3 kun asosiy tadbirlarimiz bo'lib o'tadi. Grand Point Prestige deb ataladi bu yer. Keyin bu yerda metro yer ostida emas, ustida va bu metromiz BTS deb ataladi. Xayrli oqshom. Tailand poytaxti Bangkokdan. Bangkokning asosiy shaharlaridan birida biz, shaharning markazlaridan birida biz. Bu ko'chada o'sha eng qimmat mehmonxonalar joylashgan. Mehmonxonalarda bizning asosiy tadbirlarimiz bo'lib o'tadi. Va mana shu tadbirlarda O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etadi, xudo xolisa. Bilamiz, Osiyo mamlakatlari o'sha nafaqat Osiyo, balki o'sha mana Tailand ham budaviylik, ya'ni budizmga, diniga amal qilishadi va bular juda ko'p ibodat qilishadi. Ibodatxonalari Bangkok shahrining deyarli hamma provinsiyalarida mavjud. Mana hozir kechki payt hamma ibodat qilyapti. Ajoyib. Bangkok. Bangkokdagi Apple do'koni, nima deydi, ofitsial, ya'ni rasmiy do'kon hisoblanadi. Xitoydagi kiruvdim, Xitoyda ancha nisbatan qimmatroq edi, lekin bu yerda arzon, sababi bu yerga Vyetnam yaqin. Menimcha tez yetib kelsa kerak. Harorat juda issiq, 30 gradus, namlik yuqori. Bu yerda ham juda ham bilyapti, O'zbekistonda ham ayni issiq bo'lgan vaqti kelgandik. Hozir ham bu yoq ham qolishmaydi issiqdan. Probkalar shahri. Shunchalik ko'p trafik bo'lar ekan. Hatto 2-3 soatlar ham qolgan. Endi sababi mashina ko'pligi desa, bu ham sababi, lekin asosiy sabab yo'llar torligi. Asosiy ko'chalardan biri. Mehmonxonamiz. Tailand.
ruxsat so'radi. Birinchi feyiz so'z что подтверждение kod kerak sizga. Telefoningizni blok ham qilib qo'ya olasiz. Nima bizlar bitta masalan ochib turib bir oylik arxivingizni ko'ra olmaysiz. Bangkok ikinchi kunimiz. Diqqatga sazovor joylarini ziyorat qilamiz. Bu joylar Bangkokni eski shahari deb ataladi. O'sha prezident saroylari bor va prezident saroylari atrofida manzillar ham joylashgan. Bu yer Grand Plaza deb ataladi. Xo'p, assalomu alaykum. Izmirudni город deb ataladi. Nima uchun bunaqa? Buni sababi qirollik shunaqa deb atashgan. Bu yer qirollik saroyi Grand Plaza deb ataladi. Bangkokdagi eng muhim joylardan biri. Taylarning uslubi hisoblanadi. E'tibor bersak, bu yerdagi o'sha hamma binolar, majmualar hammasi Tay uslubida. Tay uslubi bular endi budaviylik diniga sig'inish buddist bo'lgani uchun deyarli ibodatxonalarga xos va moslab qurishgan. Kirish 500 tayskiy baht hisoblanadi. Grand Plaza katta saroy deb nomlanadi mahalliy tilda. Bu yerga 1782-yillari asos solingan qirollik oilasi. Shunaqa uzori ko'p, shunaqa chiroyli. Tillalar bilan naqsh qilingan. Bu yerga o'sha tilla suv yugurtirilib, masalan, tosh bezaklar bilan o'sha yasatilgan. Mana buni tilla suv yugurtirilgan. Tailandga kelgan odam, Bangkokdan kelgan odam mana shu joyga kelib ketmasa, Phupovaga kelmagan hisoblanar ekan. Nima yetsa, o'sha Parijda Eyfel'i bo'lsa, Tailandda mana shu sariq o'sha mana shu binosi vizitni joyi hisoblanar ekan. Odam juda ko'p, havo ham juda zo'r. Ham ertak bor-ku. Ana multfilmlarda Maymun og'a degan multfilm bo'ladi. O'shanga o'xshaydi zo'r. Xuddi o'shanaqa holatda. Qaysidir kinoning syomkasiga tushib qolgandayman, to'g'risi bor-ku. Ertak kinolarga shunaqa dekoratsiyalar qiladi-ku, xuddi shunaqa go'zallikda. Ukum multfilm. Bu yer mana bu orqa joyda bu binoni, ya'ni kompleksning asosiy joyi hisoblanadi. Mana shu balkonga qirol chiqib, oldinlari mana shu yerdan qanday fatvo, o'sha xalq bilan ko'rishib uchrashgan. Mana shu joyda. Eng chiroyli lokatsiyalardan biri bo'ldi mana shu joy. Kompleksning eng chiroyli joylaridan biri. Ajoyib, juda chiroyli. O'ng tarafdagi hozirgi. Ha. Ana hammaga mashhur
kokoschasi. Suvi ichini yesa ham bo'ladi, lekin yemadim to'g'risi. Lekin suvi mazali. Xo'p, Savodikap deb atashadi nomini. Kokoschalari millisi. Zo'r. Bangkokda bilsanglar yana eng mashhur joylardan biri bu Sleep Buddha. Ya'ni yotgan Budda haykali bor. Dunyoda eng katta Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Qanaqa ko'chalari Bangkok. Yotgan Budda majmuasi. Ichkarida dunyodagi eng katta Budda bor. Faqat yotgan. Bu Wat Bo deb atalar ekan majmua. Yotgan Budda majmuasi. Juda keng, katta bu yo'l. Mana shunaqa joy. Wat Bo. Bu majmua juda nafaqat mana hozir bu yotgan Budda haykalini ko'ramiz. U haykal shunchalik haykal emas, balki ular uchun ramzdir, muqaddasdir. Budda vafotidan oldin xuddi masalan yotgan holatida vafot etgani uchun ham yotgan Budda timsoli deb nomlangan. Endi bu mana qarang. Xitoyda shu Buddaning ko'ziga ham kamera qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Buddaviylik. Kattami, kichikmi, lekin bularga o'sha bularni ham shu Buddaviylikda baribir mazhabini bir narsasi bor deydi. O'shanga qarata bo'lgan. Dillarni hurmat qilamiz. Bu yerda ham shu. Bu yerda kechasi ko'proq aylansa juda chiroyli bo'ladi. Chunki asosiy chiroyli plus go'zallik. Binolarning ajoyibligini. Целый мультфильм, да, plus. Bangkok kelish kerak. Bular eng mashhur massaj usullaridan biri Thai massaji. O'sha muzey qanday tashkil topgan, nima bo'lgan. Bu tayskiy massaj qanaqa kelib chiqqani, paydo bo'lgani o'shalar haqida ma'lumotlar beradigan muzey hisoblanadi. Yotgan Budda eng mashhur. Bahaybatligini yotgan Budda haykali. Bu haykal Buddani o'sha mana qarang. Eng uzun Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Bu Buddani yotgani bular uchun faqat haykal emas, Buddaviylik dinida bir ramz hisoblanadi. Uzunligi 46 metr tashkil qiladi. Butun o'sha haykal tilla bilan nima deydi, suvalgan. Budda haykali. Uzunligi 46 metr tashkil qiladi. Binoni kattaligi juda ham katta bo'lgan. Mana shu yotgan holati 46 metr uzunlikda. Bahaybat. Turgani ham bor. Budda o'sha Osiyo qit'alarida, mamlakatlarida ko'plab, lekin bunisi o'zgacha va bu xuddi bu holati ramziy degan sababi bor. Sababi bu holatda bu nima deydi, joni chiqayotgan vaqt bo'ladi. Budda oyoqlaridagi mana bu ramzlar juda katta rol o'ynayotgan, Buddaviylik diniga oid muqaddas hisoblanar ekan. Mana shunaqa.
yog'lari bor. Mana qarang. Fildi yog'i, chayondagi, yo'lbarsga, krokodilga. Xullas bu shifobaxsh. Bir baloqa mana surtiladi, mana qaranglar. Mana surtiladi-da. Bu produkt natural Tailandga. Bunaqa narsalar juda ko'p. Keyin natural shampunlar juda ko'p, tabletkalar boshqacha. Xullas shifobaxsh Chin usulida. Myanma sentr bo'lgan bo'lsa, Tailandda 7-2 bo'lib, 7-1 bo'ldi. 7-6 shunaqa bo'ldi. Uxlaganimi bu? Uxladi, uni ham xitoyliklar qurgan ekan, eng topshirayotgan ekan. Yengillar. O'sha qurdi. Hech qaysi yorilgan, ichidan dars ketgan bo'lishi. Bangkokda havo issiq, namlik yuqori, bilasizlar 2 soat okeanga, tinch okeanga yaqin joydamiz. Shuning uchun shu hisobga namlik yuqori bo'lishi juda issiq, lekin shunga qaramasdan Bangkok yil 12 oy turistlarimiz bag'riga qabul qiladi. Turgan majmuamiz yotgan Budda majmuasi hisoblanadi. Tarjimasi shunaqa. Nimaga? Chunki bu yerda o'sha Budda haykalini yotgan holatda joylashgan. Bu Bangkokliklar uchun Tailanddagi buddaviylik diniga amal qiladiganlar uchun shunchaki haykal emas, balki ramz hisoblanadi. Nimaga aynan yotgan desaga, hozir videolarda ko'ramiz, yotganning ramzi bor ekan. Nirvanami shunaqa degan, ya'ni bular jannatining nomi buddaviylik dinida Nirvana deb ataladi. O'shga kirib ketishida xuddi shunaqa holatda uxlab yotib yotgan ekan, xuddi shu narsa timsoli yaratilgan. Bunaqa budda, ya'ni katta buddalar Tailandda boshqa viloyat provinsiyalarida ham bor, lekin bu aynan eng katta Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan. Shunaqa. Ko'plik joy. Hammaga xayrli kun. Bangkokdan mana o'sha Qiroliy saroyning eng kompleksni markazi bo'lgan joydamiz. Mana shu ko'pincha binoda balkon qismiga qirol o'z vaqtida chiqib turib xalq bilan ko'rishgan, uchrashgan, olaylik fatvolar bergan, o'sha nimadir e'lonlarni e'lon qilishgan. Va xalqni kayfiyatini yaxshilash uchun mana shu maydon juda katta rol o'ynaydi. Juda ham chiroyli. Xuddi bir kinolarga dekoratsiya qilingan joy o'xshaydi. Assalomu alaykum. Bugun biz Bangkokdamiz, Tailand poytaxtida Grand Plaza katta saroy majmuasidamiz. Juda kengligi va o'sha binolar juda katta. 1782-yil asos solingan ekan uning qurilishiga. Asosiy arxitektura bu o'sha Tailand xalqi, Osiyo xalqlari ko'proq o'sha buddaviylik diniga e'tiqod qilganlari uchun ham aynan shu uyg'unlik sifatida mana shu hududda aynan buddaviylikka xosroq qilib qurilgan. Tilla suv mana turli o'zgacha usulda qilingan. Albatta nima deydi, Bangkokga kelganda mana shu yerlar ko'p ketadigan lokatsiyalardan biri hisoblanadi. Bu yerga kirish 500 Thai baht hisoblanadi, lekin arziydi. Alohida o'sha tarjima olish mumkin, lekin mana shunaqa oddiy qulayliklardan foydalanish mumkin. Bularni timsoliy o'sha hayvonlari, bu tovuq, bu fil bo'ladi, bular timsoliy hayvonlar hisoblanadi, ya'ni e'tiqod qilingan va ajabtovur juda ham ko'proq g'alati o'sha uslubdagi haykallar ham ko'p. Bu nimaga g'alatiroq qarash mumkin? Bular o'sha tarixda mana shunga asos qilib chizilgan va shu asosda qurilgan. Ochiq ishlar.
Assalomu alaykum. Aslo shu bugun welcome dinner prestij mehmonxonasi Tailandda The Garden pavilyonda. Xudo xohlasa mana bu yerda rasmiy uchrashuvning birinchi rasmiy qisqa ujini bo'lib o'tadi. Nonushtas xudo xohlasa. Aslo shu tashkilotini memberlari hozir kechki uzun bo'ladi. Asosho degan xalqaro tashkilotni sammitining birinchi kuni kechki ovqat prestij mehmonxonasi Bangkok shahri. Dunyoni 15 mamlakatidan kelgan memberlar, katta kompaniyalar vakillari ishtirok etmoqda. Asosiy tadbirlarimiz boshlangan jarayondamiz. Go'zal manzaralardan biridamiz. Bangkokda eng markazi. Bangkok. Juda chiroyli. Bangkokdagi prestij mehmonxonasi asosiy zalida bo'lib o'tadi. Asosiy tadbirlarimiz. Ana shu joyda bizlarni bugun Osiyo va Keniya mamlakatlarini qadrlab olgan IT kompaniyaning, ya'ni IT kompaniyalarni birlashtirgan joyda memberlarga ega bo'lgan korxonani bugungi yalpi majlisida ishtirok etamiz Bangkokda. And while I'm going through the roll call, I think my colleague Frederick will just take down the... My name is Sugiarto Santoso, Chairman of Aptignas. Please call me Ahoki, which means lucky. Please allow me briefly share the latest update on the... Assalomu alaykum hammaga. Grand Prestige mehmonxonasi Bangkokda biz hozir konsulimiz keladilar. Bizning taqdimotlarimiz bor. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Fine. I'm really delighted. Let me go there and then I'll come back. Thank you, sir. Was the President of the Republic of Uzbekistan, the Center for Islamic Civilization not only preserves the past, but also becomes an educational hub, inspiring young minds to learn and create into it. Learning that heritage lives within them. Through interactive exhibits and storytelling, it connects young First year, in our region, 5 years. Modern infrastructure and even subsidized salaries for your specialists. And so he is the head of the administration right now in Sirdarya region. So I'm pretty sure by his performance before, he will make this region one of the real hub of the region. Okay. But our region, heart of Uzbekistan, our region is located in the international way. Why was it rated as the safest, one of the safest country in the world?
many people confuse when I landed, for example, in Thailand 20 years ago. When they ask where you're from, I say from Uzbekistan. They always confuse Pakistan. To welcoming all of you to Indonesia for the summit. Tadbirni asosiy qismi tugadi. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Shundan keyin O'zbekiston Asosho tashkilotiga qo'shildi rasman va bunday o'sha bizning taqdimotimiz ikki qismdan iborat edi. Ikki qismli taqdimot bo'ldi va 15 dan ortiq mamlakatlarning vakillari aynan shu tashkilotga a'zo vakillar qo'llab-quvvatlashdi va yaxshi taassurot hamkorlikda ishlaymiz. Keyingi manzilimiz Indoneziya, Pokiston, Vyetnam va yana Malayziya. Your laptop, because we're going to rearrange the table setting for our strategic planning session. Lunch vaqti. Go'zallik. Ovqatlanish, go'zallik. O'ziga yarasha chiroyli. Kunning ikkinchi qismi strategic planning session. Sessionimizning ikkinchi qismi. Do that. Chat into the group. Sign into the group. How can we have sincere? Language Satya. These are just overarching.つまりそれぞれが持っているコンテンツをコンテンツでお互いにシェアしているそれ ADCC ででも Muhokamalar. The I to the O. Yo. What the spell? Associo. Yo. Associo. Associo. Come on. A to the S to the C. Come on. C to the I. Everything that you want. Tadbirimiz mana shu ko'tarinki ruhsatga hamma katta to'g'rashadi. Asosiy rahbari qo'shiladi beradi. Good afternoon. Thank you so much. That I, as the chairman of Associo, has the pleasure of talking about the successful event that we had in Thailand, in Bangkok, the Associo plenary meeting. And in the meeting, we were very pleased that the meeting went well. We covered a lot of areas in terms of our business, in terms of inviting our new member economies who had rejoined us, but also more importantly for us to note Uzbekistan, who came to present their strategy, also to tell Associo board that they would like to be a member of Associo. And I think we're very happy with that opportunity because we see value, we see exchange, digital values, and we also see a platform for Associo member economies to use Uzbekistan as a gateway into the CIS market and the countries that they are. And we truly welcome Uzbekistan. And also, I'm so grateful for the councillor, honorable councillor who came today to join us in the meeting. And yes, we look forward, and we also like to share our strategy together for Uzbekistan to be part of that roadmap of Associo.
mapping associated digital economy so that we can build the business together and work together and exchange ideas and build the community bigger. And so on that note, I'm so pleased, very happy, and thank you. Okay, hi. I am Bunrak Sarakananda. I am currently the honorary chairman of Associo. I joined Associo for more than 30 years, and I see a lot of opportunities, especially business opportunities, to work with Associo. And I am very happy that Uzbekistan are interested to be part of Associo. As I said during we had discussed about our strategic planning session, I think Associo is a great organization. You know, we are having about 24 economies, from Japan, Korea, downward to Australia, and to the including Indochina and to the South India. So we have 24 economies, and within this region, estimately we have about 20,000 IT companies working together. Okay, so if we consider that each companies, they have 100 customers. Okay, so within this region, we have a company, we have a connection with the users company around 2 million. So it's big community, you know, and the activities that we have are very interesting. We have summit, Associo Digital Summit every year. This year we add another summit, which is AI. Every organization interested in using AI to develop and to grow their organization. So we have AI, Digital AI Summit, and this year will be held in Jakarta in July. Okay. Apart from that, we have the Tech Tourist, which is previously we call multilateral trade visit. So we use this platform to visit a new members. So we would like Uzbekistan to plan, you know, and to host an event that we call the Tech Tourist or MTV, so that we can bring our existing member to visit your country to see how can we collaborate and to see an opportunities that we can exchange and can work together. So I am very excited and look forward to visit Uzbekistan IT industry soon. Thank you. Everyone, I'm Supak Lailer, the president of the Association of Thai ICT Industry. We are glad to host the plenary meeting for Associo today. Associo is a 42-year-old organization founded in 1984, having over right now 24 economies or countries as a member. We are proud to be the global network of ICT companies in this region, comprising over 20,000 companies in this region. We are very delighted that today we have the opportunity to cooperate with Uzbekistan. We see that we have a lot of future together, a lot of opportunities in terms of cooperation and investment, and we welcome Uzbekistan as the upcoming member of Associo. Thank you. Mana bugun biz xalqaro darajada hisoblangan Associo tashkilotining Tailanddagi Osiyo va Okeaniya
mintaqalaridagi mana shu davlatlarni yig'ib mana shu Tailanddagi tadbirda ishtirok etib turibmiz. Bu asosiy tashkilotning o'zining mana shu 20 mingdan ortiq a'zolari mavjud bo'lib, hozirgi kunda xalqaro darajada juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu asosan axborot texnologiyalari sohasidagi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va ularni xalqaro miqyosga chiqarish bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirgan tashkilot hisoblanib, mana bugungi kunda Tailandda bugungi mana shu 2026-yilgi eng katta forumini Tailandda o'tkazilyapti. Biz bu mana shu forumda ishtirok etib, juda ham ko'p davlatlarga O'zbekistonning IT salohiyatini taqdim qildik. Mana muhtaram prezidentimiz tomonidan imtiyoz berilgan mana shu tadbirkorlarimizga IT sohasidagi umumiy oladigan bo'lsak, IT startaplarni qo'llab-quvvatlash, IT ta'limni rivojlantirish va IT korxonalar uchun berilgan imtiyozlarni ko'rib lol qolishdi. 20 ta davlatlar ichidan 8 ta davlatlarning mana shu axborot texnologiyalari sohasidagi davlat tashkilotlari juda ham katta qiziqish bildirildi. Biz bu davlatlar bilan hamkorlik memorandumlarini imzoladik hamda mana shu kelgusidagi tadbirlarni O'zbekistonda o'tkazish. Bundan bizning asosiy maqsadimiz mana shu bizning O'zbekistondagi yosh startaperlarni qo'llab-quvvatlash, ularni xalqaro bozorga olib chiqish, va shu orqali biz yoshlarni bandligini ta'minlash bo'yicha biz maqsad qilganmiz. Undan tashqari biz IT va BPO masofaviy o'sha xizmat ko'rsatadigan kompaniyalarni yurtimizga olib kirgan holda yoshlar bandligini ta'minlash va bu orqali IT eksport xizmatlari hajmini oshirish bo'yicha bir qancha kelishuvlarga ishtirok etdik. O'ylaymanki, mana keyingi qadamlarimiz bo'ladi. Mana shu kompaniyalar bilan juda ham ko'p, mana Pokiston davlati bilan, Bangladesh davlati bilan, Janubiy Koreya, Yaponiya hamda mana shu Filippin davlatlari bilan hamkorlik memorandumlari imzolangan bo'lsa, endi ular orqali biz tadbirkorlarni O'zbekistonga jalb qilish choralarini ko'ramiz. Kechki ovqat. Kechki ovqat o'rtoqlar, rasmiy tadbirimizni yakunladik. Bugungi birinchi kunini ertaga data centerda bo'ladi. Ikkinchi kuni biz go'zal, ajoyib. Вот это да. Kechki Bangkok. Hi guys, deydi-ku. Kechki Bangkokdamiz. Ajoyib, go'zal, chiroyli, xullas. Dahshat. Bunga Bangkok ko'chalari. Bunaqa jinnilis ko'cha emas, mahallamizda. Kiramiz magazinga. Right. Bangkokda chet elliklar juda ko'p. Juda, nerealno juda ko'p. Juda arzonmi? Mana mevalar. Olimpiya, Afrika, Anda. Assalomu alaykum hammaga. Bugun data centerga kelyapmiz. Salom o'rtoqlar. Mana delegatsiyamiz a'zolari Bangkokdan tashqaridagi viloyatdagi juda yirik katta data centerga keldik, data markazi. Hammaga salom. Data markazida biz Tailandda Subarvahi degan viloyatdagi juda yirik katta data center markazida tashkil etamiz.
facility certified to uptime Tier 3 standards and built upon the concept of a green data center. As a sovereign cloud and digital platform provider in Thailand, INET plays a key role in delivering secure and reliable digital infrastructure. The company was established on the 1st of March, 1995, under the name Internet Thailand Services N1. We began offering cloud services in 2012, and today we provide digital infrastructure. Ajoyib joydamiz. Tabiat qo'ynida, go'zallikda. Ajoyib joydachimiz. Ajoyib go'zallik. Bunaqa go'zallikda issiqginada xudo xolasa. Tushlik. Lunch. Tepalar ajoyib ekan, ilon-pilon tushmasa bo'ldi. Tushlik vaqti. Tushlikda mana shunaqa narsalar. Kolegamiz. Bu xolani turishini qara. Nargisini qara. Haykalchalarni qarang. E'tibor bering mana bu haykalchalarga. Güzel ovqatlari, Kolton, Bangkok. Asnaqa. Xayrli kechqurunlar Bangkokda. Odam dahshat ko'p, havo xudo shukr yaxshi. Holat. Bunga ham qilsak bo'ladi. Daryodan kiramiz. Bangkokda ko'cha ovqatlari. Xaslar tabiiy. Choy bor. Matcha degan choy Yaponiyada yetishtirilgan o't maydalanib, kukunlanib, sutga aralashtirilib, muzli holda ichiladi. Xullas, Bangkok. Xudo shukr, havo juda ham issiq, juda yaxshi bo'ldi. O'ziga yarasha. Demak, Association'dagi rasmiy tadbirlarimiz tugadi. Xo'p, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi bosh konsulxonasi Bangkok shahrida. Qadrli do'stlar, assalomu alaykum. O'zbekistonda Bangkok shahridagi bosh konsulxonasida biz bugun ikkita tadbirimiz bor, rasmiy tadbirlarimiz. Xudo xolasa yaxshi natijalar bo'ladi degan umiddaman. Bosh konsulxonamiz
O'zbekistonda bosh konsulxonasi. Tailand poytaxti Bangkok shahrida biz mana 4 kundirki xizmat safarida biz bu safar davomida Sirdaryo viloyat hokimligi vakillari Asosio, ya'ni Osiyo va Okeaniya AKT tashkiloti, ya'ni yirik tashkilotning sammitida ishtirok etdi. Bu tashkilot 24 ta iqtisodiy hududda o'zini 17 ta mamlakatlar bilan hamkorlikda olib boradigan IT AKT sohasidagi juda yirik tashkilot hisoblanadi. Bu tashkilotga a'zolik O'zbekiston uchun bir necha yillar davomida davom etgan 2023 yil bosilgan birinchi qadamlar Malayziyaning Kuala Lumpur shahrida boshlangan o'sha uchrashuvlar, muzokaralar va mana bugun 26-yili mana shu oyda Bangkok shahrida imzolandi va rasman O'zbekiston, aynan Sirdaryo viloyati hokimligi AKT, ya'ni Asosio, mana shu Osiyo va Okeaniya AKT tashkilotini a'zosi sifatida qabul qilindi. Bu tashkilotga a'zolik nima beradi O'zbekistonga desak, aynan bu tashkilot O'zbekistonni kelajakda IT sohasidagi salohiyatini oshirishda hamkorliklarga ko'mak beradi. Qanday ko'mak beradi desak, masalan, olaylik Bangkokdagi yoki Tailanddagi yoki olaylik Yaponiyadagi yirik bir IT kompaniyasining faoliyatini, ya'ni qanaqa tashkilotni Sirdaryo viloyatida o'z filiallarini ochish, bular orqali til biladigan, texnik ko'nikmalarga ega bo'lgan yoshlarni ish bilan ta'minlash va to'g'ridan to'g'ri IT sohasidagi bilimlarni oshirishda juda qo'l keladi va ko'maklashadi. Shuningdek, bugun O'zbekiston Respublikasini Tailandning Bangkok shahridagi bosh konsulxonasida ham uchrashuvlar belgilangan, uchrashuvlar amalga oshirilmoqda. Bu uchrashuvda Tailandning Bangkok shahridagi barcha o'sha AKT sohasidagi kompaniyalar ishtirok etmoqda. O'ylaymanki, bu tadbirda bosh konsulimiz O'zbekistonning investitsion salohiyatlarini ko'rsatib, taqdimot qilyapti. Taqdimotdan so'ng viloyat hokim maslahatchisi Oybek Anvarov keyingi mana shu O'zbekistonda umuman viloyatni salohiyatini, so'nggi yillarda IT sohasidagi O'zbekistonda erishgan yutuqlar haqida taqdimotlarni amalga oshirmoqda va taqdimot so'ngida bir necha tashkilot va kompaniyalar hamkorligida memorandumlar imzolanishi ko'zda tutilgan. Global business places in us. So, our GDP has surged, we mentioned before, to 115 billion. Indices is not just a statistic, it represents the maximum reduction. Ismi Mongkol. Kagelah, Dobe Utra. Biasawut Mongkol. Province Sirdarya. So I think that especially in the field of IT, it's very advanced technology. So and for your information, also Thai government is stimulating the investment from recently the investment from the software. And then also AI system too. Yes, I operate in not the end of the but operate in cloud. Just O'rtoqlar, assalomu alaykum. Digital Parkga kelganmiz, Bangkokdagi. Juda ham ajoyib. Atmosferaga gap yo'q. Zo'r. True Digital Park. Ahsan. Zo'r. Ajoyib, muhitga gap yo'q. O'sha Amerikadagi Silikon vodiysi bor, o'shanga o'xshatib qilishga harakat qilgan. Lekin Bangkokcha, Tailandcha yondashuvlar. Muhitga gap yo'q. Bu yer o'sha
aynan texnologik joy, mazza qilib haliga ishlashga qulay, ham kelgan atmosferasi zo'r. Birinchi navbatda networking. Har doim takrorlangan gapimiz. Tepada dahshat. Yashillikda O'zbekiston turizm salohiyati IT yo'nalishidagi imkoniyatlarini taqdimot bo'lyapti. Surgeon to $150 million and in total contributing to this more than 200. Xullas tugadi safarimiz, ketyapmiz. Bangkokda Suvarbahi degan eng katta aeroportlardan biri. Xuddi Istanbul aeroportiga o'xshaydi. Xullas bo'ldi, Bangkok safarimiz yakunlandi. Bugun 1-aprel, yaqin 2-aprel Toshkent vaqti bilan to'rda o'sha yerda bo'lamiz. Inshaalloh. Aeroport ichida zo'ra, uchi boshli. Xullas tugadi safarimiz. Ketyapmiz. Inshaalloh. Safarlarimizga qadar. Uzbekistan Airways Boeing Dreamliner'da Xudo xolasa. Airways. Xalqaro aeroport Toshkent. Tugadi safarimiz.